Assalomu alaykum hurmatli talabalar, aziz tinglovchilar. Navbatdagi ma'ruzamiz ko'p o'zgaruvchi funksiyaning ekstremi. Ko'p o'zgaruvchi funksiyalarning eng katta va eng kichik qiymatlarini topishga bag'ishlanadi. Darsimizning rejalari quyidagilar. Demak, ta'rifga to'xtalib o'tamiz. Funksiya, ikki o'zgaruvchi funksiya berilgan bo'lsin. Biror bir p nuqtaning atrofida, demak, va shu nuqtada uzluksiz bo'lsin. Agar bu nuqtaning barcha qiymatlarida, demak, mana bu shart bajarilsa, demak, fx0, y0 nuqtadagi qiymati, p0 nuqtadagi qiymati boshqa qiymatlardan katta bo'layotgan bo'lsa, demak, bu funksiya o'sha nuqtada nima deyiladi? Maksimumga erishadi yoki p nuqta funksiyaning maksimumi hisoblanadi. Yoki o'sha p nuqtadagi qiymati boshqa o'sha atrofdagi qiymatlardan kichik bo'ladigan bo'lsa, unda bu uning funksiyaning minimum nuqtasi deyiladi. Funksiyaning maksimum va minimum nuqtalari uni ekstrem nuqtalari deb aytiladi. Funksiyaning ekstrem nuqtasining qiymatlarini funksiyaning ekstremi deyiladi. Navbatdagi teoremamiz ekstrem mavjud bo'lishining zaruriy sharti hisoblanadi. Agar funksiya biror bir nuqtada ekstremga ega bo'lsa, u holda shu nuqtada funksiyaning xususiy hosilalari x va y bo'yicha xususiy hosilalar 0 ga teng bo'ladi yoki ulardan aqalli bittasi, demak, mavjud bo'lmaydi. Masalan, bu teorema nima degani? Bu teorema, demak, funksiya ekstremga erishadigan nuqtalarda funksiyaning xususiy hosilalari o'sha nuqtada 0 bo'ladi yoki bittasi mavjud bo'lmaydi hech bo'lmasa. Aytaylik, mana 7-misolda keltirilgan, mana shu funksiyaning ekstremini topish talab etilgan. Nima qilinadi? Demak, xususiy hosilalari hisoblanadi, 0 ga tenglanadi va nuqta topiladi. Bu nuqta uning kritik nuqtasi hisoblanadi. Buni kritik nuqta deb aytamiz. Chunki bu yuqorida bayon qilgan teoremamiz ekstrem mavjud bo'lishining yetarli sharti hisoblanmaydi. Ya'ni shu nuqtada erishishi mumkin. Erishsa ham shu nuqtada erishishi mumkin. O'zining maksimum minimumga shu nuqtada erishishi mumkin deb hozircha, demak, nima deydi? Ruschasiga podozrение qiladi. Ya'ni erishsa shu nuqtada erishishi mumkinligini aytib turamiz xolos. Demak, keyinchi. Endi bu funksiyani o'ziga qaraydigan bo'lsak, o'zi, demak, manfiy bo'lmagan, o'suvchi ekanligini ko'rishingiz mumkin. Kvadratning hisobiga buning eng kichik qiymati -1 bo'la oladi. Mana bular 0 bo'ladigan paytida xolos. Demak, o'z navbatda bu, demak, -1 dan kam emas. O'suvchi cheksizga qarab ketib qoladi. Demak, u minimum nuqtaga erishishi mumkin. Demak, mana bu nuqta uning minimum hisoblanadi. Haqiqatan 2 va 1 ni qo'ysak, demak, bu funksiya 0 ga aylanadi. Mana bu ikkita kvadratlar yig'indisi va -1 ga erishadi. Bu -1 dan kichik bo'la olmaydi. Shuning uchun eng kichik qiymati bu yerda -1 bo'ladi. Endi xo'p, navbatdagi misolimiz ekstremning, demak, mavjud bo'lishini endi yetarli shartlariga to'xtalib o'tamiz. Demak, funksiyamiz biror nuqtada atrofida birinchi va ikkinchi tartibli xususiy hosilalarga ega bo'lib, birinchi tartibli xususiy hosilasi 0 ga teng bo'lsa va a, b, c deb ataluvchi quyidagi ikkinchi tartibli xususiy hosilalari mavjud bo'lsin, u holda, demak, quyidagi a, agar ac minus b ning kvadrati, eslatib o'taman, a bu x bo'yicha 2 marta hosilasi, o'sha p nuqta kritik nuqtadagi qiymati, c imiz y bo'yicha xususiy hosilasi, ya'ni p nuqtadagi kritik nuqtadagi qiymati, b esa x va y bo'yicha aralash hosilasi hisoblanadi. Demak, mana shu ayirma musbat bo'ladigan bo'lsa, demak, ekstremga ega. Agar a imiz manfiy bo'lsa, demak, deltamiz musbat bo'lib, a imiz manfiy bo'lsa, demak, unda funksiya o'zining maksimumga erishar ekan, o'sha kritik nuqtada deymiz. Agar musbat bo'lib, delta musbat bo'lib, a imiz ham musbat bo'ladigan bo'lsa, unda bu funksiyamiz berilgan p nuqtada, kritik nuqtada o'zining minimumga erishadi deymiz. Agar deltamiz manfiy bo'lsa, a ning har qanday qiymatida ham biz ekstremga erishmaydi deymiz. Agar delta 0 bo'lsa, demak, unda bu nuqta uning kritik nuqtasi, ekstrem nuqtasi bo'lishi ham mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Ya'ni qo'shimcha talablar, qo'shimcha
o'rganishlar talab etiladi. Bu funksiya shu nuqtada kritik nuqtasimi yoki yo'qmi? Balki u egilish nuqtasidir. Endi grafikidan kelib chiqib ham yoki funksiyaning o'zidan ham demak izlash talab etiladi. Demak, ikki o'zgaruvchi funksiyaning ekstremini aniqlash uchun quyidagi demak algoritm ishlab chiqildi. Birinchi qadam demak xususiy hosilalarni topamiz. 2 demak uning kritik nuqtalarini aniqlaymiz xususiy hosilalarni 0 ga tenglagan holda. 3-si ikkinchi tartibli xususiy hosilalarni hisoblaymiz. 4-chi ikkinchi tartibli xususiy hosilalarning shu nuqtadagi qiymatlarini topamiz va 5-si mana deltani hisoblaymiz. Agar shu deltamiz musbat bo'lsa, demak ekstremga ega, manfiy bo'lsa ega emas. Shundan kelib chiqib, demak ekstremni aniqlaymiz. Misol, ikki o'zgaruvchi funksiya beryapti. Demak, tekstlikdagi demak funksiyaning ekstremini so'ralgan. Demak, xususiy hosilalarni oldik, 0 ga tengladik. Bir nechta kritik nuqtalar ham chiqishi mumkin. Shu misol kabi sxemaning yechimi mana 3 ta. Ikkinchi tartibli xususiy hosilalarni hisoblaymiz va har bir kritik nuqta uchun ABC'lar topiladi. Mana birinchi holatda P00 nuqta uchun AC B'imiz quyidagicha. Deltamizni hisoblasak, AC minus B kvadrat demak manfiy. Kritik bu nuqta uning kritik nuqtasi hisoblanmaydi. Ya'ni ekstrem nuqtasi hisoblanmaydi deymiz. Keyingisini ko'ramiz va bu holatlarni ham tekshiramiz. Va bu holatlarda mana A holatda demak ekstremga ega emas. Demak B holatda ekstremga ega, A'imiz musbat bo'lgani uchun minimumga ega. Keyingi holatda ham demak ko'rishimiz mumkin deltamiz musbat, A'imiz ham musbat, demak bu ham minimum. Agar bir nechta minimum bo'lsa, ulardan eng kichigi olinadi. Ba'zida ikkita bir xil kritik nuqtadagi qiymatlari bir xil bo'lib qolishi mumkin ekstrem qiymatlari. Unda shu minimumi -2 ekan, faqat bu ikkita nuqtada erishar ekan. Ya'ni ikkita joyda shunaqa qiymatlarni qabul qilar ekan funksiyamiz degani. Endi ikki o'zgaruvchi funksiyaning eng katta eng kichik qiymatlarini topish talab etilsin. Biror bir sohada demak differensiallanuvchi funksiya o'zining eng katta eng kichik qiymatlarini demak quyidagi algoritm bilan topiladi. Demak funksiya o'zining eng katta eng kichik qiymatlarga yoki kritik nuqtalarda erishadi yoki shu sohaning chegaralarida erishishi mumkin. Shu uchun biz demak soha ichida uni demak chegarasida yotgan kritik nuqtalarni topamiz. Bu funksiyaning demak soha chegarasidagi qismlarni tutashgan nuqtalarning qiymatlarini hisoblanadi. Hisoblangan qiymatlar orasida eng katta va eng kichiklari demak ajratib olinadi. Bu qiymatlar funksiyaning yopiq sohadagi eng katta eng kichik qiymatlari hisoblanadi. Masalan, mana bu funksiyani mana bu sohada demak uchburchakli sohada eng katta eng kichik qiymati topish talab etilsin. Demak, kritik nuqtasi topamiz, hosilalarni olamiz, xususiy hosilalarni 0 ga tenglaymiz. 8/3, 4/3 demak shu oralig'dami, yo'qmi? Sohadagi kritik nuqtami? Ha bo'lsa, demak o'sha qiymatni hisoblaymiz. Keyingisi demak chegaralardagi qiymatlarni olib borib qo'yamiz funksiyaga. Demak chegaradagi qiymatlari mana nuqtadagi qiymatlari demak tutashgan nuqtalari 2, 0. Hamma nuqtadagi tutash nuqtalarini demak hisoblaymiz. Hisoblangandan keyin bularning ichidan eng katta va eng kichik qiymatlarni ajratib olamiz. Demak funksiyaning eng katta eng kichik qiymatlari, eng kattasi 16, eng kichigi -16/3 ekanligini ko'rishingiz mumkin. Foydalangan adabiyotlar ro'yxati keltirilgan. E'tiborlaring uchun rahmat. Salomat bo'ling.